Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Nasriddin afandining 3-4 botmon yeri bor ekan. U ana shu yerda dehqonchilik qilib, ro'zg'or tebratar ekan. Lekin dala katta bo'lgani uchun bir o'zi mehnat qilishga qiynalib qolibdi. Bitta dastyorim bo'lgandamidi, sira qiynalmagan bo'lardim. Bu Nasriddinning qo'shnisi Qudratboyvachcha. O'ta qo'rs, xasis va laqma odam. Voy Nasriddin, kalla ishlamaydi seni. Bunaqangi jaziramada hatto meni eshagim ham tustagida salqinlab yotadi. Tentak. Haliyam